kiyim-kechak uchun g'am qilishning nima hojati? Daladagi yavo gullarning qandoq o'sidig'anligiga qarab beqinglar. Ular ishmi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatli to'nlarimi bu yavo gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Ey ishonchi ojizlar, Xudodan nimishqa gumonlanyapsizlar? Daladagi buguni ichilsa, atsi qurib, o'choqqa qolingan ashu gul giyolarni ashuncha bezgan Xudo sizlarni texmo tushundimasmi? Shundaq ekan, nemi yeymiz, nemi ichimiz, nemi kiyimiz deb g'am qilmanglar. Yahudi emaslar mana shu narsalar uchun izlanadi. Biroq arishdagi otanglar sizlarning bu narsalarga muhtojliginglarni biladi. Shundaq ekan, hammadan muhimi Xudoning podshohligi va haqqoniyligi haqida izlaninglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Shuning uchun atidan g'am qilmanglar. Atining g'ami atiga qolsin. Har kunning dardi shu kunga yetadi.